Barchaga assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, navbatdagi savolimiz Nodirbek Ismoilov Milliy sertifikat kitobi tahlili. Navbatdagi savolimiz ikkinchi variant, 6-savol. Quyida berilgan monosaxaridlarning funksiyasi bilan juftlang. Tushunarli. O'simlik, bakteriya, zamburug'larda B6 vitamin sintezi uchun zarur. Tushunarli. Yangi undan beribdi savolni. Savolni yangi undan beribdi. Demak, o'simlik, bakteriya, zamburug'larda B6 vitamin sintezi uchun zarur. Demak, bu tetrozalar bo'ladi. Tetroza, ya'ni eritroza. Eritrozani aytyapti. Ya'ni bu yerda tetroza. Xo'p. Erkin holda o'simlik hujayralarining vakuolasida uchraydi. Demak, fruktoza bo'lishi kerak. 2 fruktoza. Xo'p, nafas olish jarayonida fotosintezning qorong'ulik reaksiyalarida oraliq mahsulot sifatida ishtirok etadi. Oraliq mahsulot. Demak, bu trioza bo'lishi kerak. Triozalar bo'lishi kerak. Xo'p, birini ko'ramiz. Eritroza, demak, tetrozaga kiradi, 1 kiradi. Demak, 2 fruktoza dedik, 2 demak, to'g'ri. 3ni ko'ramiz. Nafas olish jarayonida fotosintezning qorong'ulik reaksiyalarida, demak, pirozon kiradi. Demak, javob kirdi. Javob kirdi. Ana endi B javobni qayeri xato. Hop, glyukoza tetrozaga kirmaydi, shuning uchun 1 chiqib ketadi, shuning uchun B ham chiqib ketadi. Hop, bir pirozon kislota, demak, triozaga kiradi. Lekin tetrozaga kirmaydi. Pirozon kislota tetrozaga kirmaydi, shuning uchun C javobi chiqib ketadi. Eritroza to'g'ri, galaktoza degan javob xato ekan. Demak, to'g'ri javob A ekan o'quvchilar.